Patek Philippe brendiga eng ko'p prop keladigan modellardan bittasi Nautilus modeli. Do'konimizga aynan shu model, ya'ni Nautilus modelini yengli A kopiyasi sotuvga keldi. Xo'p, soatimizning dizaynlarini ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli va bejirim qilib ishlangan. Soatda dizayni uncha-munchaga o'zgarmaydi, lekin hamon sotuvda aktual bo'lib qolaveradi. Bu soatda menimcha dizaynni juda ham ko'pchilik yoddan biladi. Nautilus kamdan kam bo'lgan holatda tashqi dizayni o'zgartiriladi. Xo'p, soatimizning tashqi parametrlariga keladigan bo'lsak, soatimizning oynalari safir bo'ladi, ya'ni qirilmaydi va chizilmaydi. Yon korpuslari, chetlari, orqalari va zastoshka qismlari nержавеющий stal, ya'ni zanglamas metall bo'ladi. Bu soatimizning ichki sifirlarida bittagina funksiya qo'shib ketilgan, sana funksiyasi ortiqcha funksiyani o'zi yo'q. Soatimiz mexanika avtopodzavat yapon motor bo'lishiga qaramasdan, yon korpuslarni qanaqa ingichka holatda ishlanganini ko'rsanglar bo'ladi. Bu o'z o'rnida qo'lga juda ham qulay. Orqa tarafida shunaqa rang-barang mexanizmlari ham ko'rinib turadi. Soatimizning remishuklariga keladigan bo'lsak, toza original charm ishlatilgan, orqada o'zini Patek Philippe emblemalari ham bor. Bu soatimizlarni sotuvda 3-4 xil ranglarni topishingiz mumkin va sizlar buni bemalol boshlang'ich to'lovsiz Mayvashdan xarid qilsanglar bo'ladi.